Bir yan tarafımız Özbekistan Ulu Fuqaralar Yığını taraftan geliş. 380 yolunu boyu. Bir de yine İBH Petroleum şöyle zapravki var. Zapravki'den ötkenizden keyin 10 kollayın. 10 kollayın aşı Cayvorun saltıradırın bir de. Fundamentler koyulup turptu. Pişenge işlem diklengen. Elde tarafı şu cayın arkasında. Bir de yine toyxanamın o salını yatır. 380 yolunu boyunda. Salarakta propan zapravki boyunu. Propan. Propan zapravkini arayakında metan zapravki boyu bir de. Çalavaş metan. Yan tarafımız Türkçül tarafa geçiş. Türkçül şahar tarafa geçiş. Moskva ve Podmoskvada yürüyen yurttaşlarımız için işonchli dokument xizmatlarini tavsiya qilamiz. Murojaat uchun pastdagi WhatsApp nomeriga aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, baraka Turkiya kanali obunachilari, hammangizga xayrli kun. Kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. 380 yo'lni bo'yi, yine katta trassani bo'yinda ajoyib joy o'rin sotilayotir. Trassa taxminan 100-150 metr atrofida piyoda chiqsangiz bo'ladi. Yani şu görüp duran joylari sotilayotir. Umumiy yer maydoni 12 sotik. Keyin bir dena bir joy o'rin sotildi. Bizning reklamadan fundament quyib, уже joy qurib başlaydilar xudo xolasa tez. Inshoram sotildi 12 sotik. Bir dena fundament quyilib turgan tiylarni podushkalari ham bor. Yana shu joy o'rin ham sotiladi xudo xolasa 12 sotik. Baraka Turkiya kanalına podpiska bosib qo'ying. Shunday joy o'rin, trassani bo'yidan joy o'rin qarab yurgan yakunlar aynan shu videoni tashakkur qo'ying. Keyin bir dena yana 12 sotik uchastki bor. Har qaysisining narxi alohida aytiladi. Dokumentlar ham alohida. Dokumentlari tayyor. Doğru notariusga borib, adlarınızı ötürərəsiz, xudo xolasa. Dokumentindən muammo yo'q. Yana o'zlaringiz ham bir qator görüp tekshirib olasizlar dokumentlarini. Adlarınızı ötürgəndən keyin notariusga borib, adlarınızı ötürgəndən keyin pulunu to'layverasizlar, xudo xolasa. Muammo bo'lmaydi. Baraka Turkiya kanalına abone bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Shunday arzon narxda ajoyib trassani bo'yindan joy o'rin qarab yurgan yakınlara, jo'ralara aynan shu videoni tashakkur. Men o'zimdan ham ko'p odam so'raydi. Şu metan, Çalavaş metan yanlardan, şu trassani bo'yindan joy o'rin topib ber deb. Yine joy o'rin xudo xolasa. Ulgurib qoling. Yine. Evidan sotilgan yine fundament quyib, ajoyib etib joy soladilar xudo xolasa. Adamlar gelip yaşab o'tiribdi. Svetdan muammo yo'q, svet bor. Akbaşlı Ulu Fuqaralar Yığınında joylashgan yer. Yine bu 12 sotik. Narxına geladigan bo'lsak, yine bu 12 sotik narxi her bir sotiki 600 dolardan umumiy 7200 dolar aytilib turibdi. Üstünde gelişlerde egasine bir aloqa chiqaverasiz. Yine bu da fundament quyilgan, tiylarni podushkalar ham bor. Bu 12 sotik. Bu 150 milyon. Keyin bunun arkasında yine 12 sotik uchastki bor. Onu her bir sotiki 600 dolardan umumiy 7200 dolar. Dokumentinden muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Notariusga borasiz, adlaringizga o'tadi, keyin pulni to'layverasizlar. Dokumentinden hech qanday muammo bo'lmaydi. Egasining nomerini videoni sarlavhasida yozib qoldiraman. Egasini bemalol aloqa chiqarasizlar. Evidayna to'yxonami, novsalatirlar. Arkasında.